Nima bo'ldi sizlarga? Tinchlikmi? Bilmasam. Men bilaman nima bo'lganini. Ertalab choy ichib o'tiruvdik. Mana uylandimi? Yoshligimda rosa sho'x bola bo'lganman. Yosh bolalarni bir-biri bilan urishtirardim. Laqabim Danavayt bo'lgan. Aka, men o'qishga ketdim. Yaxshi yetib ol. To'xtachi. Ha? Singlim bilan urushasanmi? Nima urishaman? Keningdan qo'rqasanmi? Nima deganingiz bu? Kipriklaring yarashmas ekan, keling. Voy, keling sizga kiprim deyaptimi? Yarashmagan deydi. Voy, o'zingiz basharangizni qarang, chiroyliman deb o'ylayapsizmi? Tushunmadim, ham yaqinroq kelib gapir. Voy, Bitta tiq ajratib olaman. Voy, uzr-quda, urushib ketib qolishibdi. Yo, mayli, hech qisi-yo'q, lekin rosa yomon uribsizlar-da. Uni rosa yomon uribsizlar deyapti. Ikkiga bir urganga chiqaryapti, tuhmat ketdi shu yerda. Voy, xudo, og'zingizga qarab gapiring, bular o'zaro urushgan. O'chirchakligingni qizimni chiqishni bilmagansanlar. Bitta tiqqa ajratib olaman. Voy, siz jotda tushunmadim, xudolik. Havo yaxshi bo'tdi, xudo. Nima yo'rsatdi bular? Manerim chiroyli, manerim chiroyli urishib ketishdi. Ay, chiroyli dedi. Ada sizni urib dedi. Yo'q, Eshitmadingizmi? 2 marta aytdi-yu. Bitta tiqqa ajratib olaman. menga qara, Anvar. Yoshligingdan shirqaysan! Nimaga unaqa bo'lasan? Nimaga oilangni ushtirasan? Rais bo'l, shunga qo'l qo'yib bering. Qachalam! Osa ishingni oladi, nima baqiryapti senga? Rostdan ham. Sen ishimni olasan, nima baqiryapsan, chol? Tushunmadim. Bitta tiqsang ajratib olmaydi lekin. Shak shakar miya